Assalomu alaykum mahalladoshlar, iymondoshlar. Ushbu xabarni maksimal tanishlarga, gruppalarga jo'natib qo'ying. Zeroki sababchi bo'lgan inson ham shu savobga ega bo'ladi. Mana Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mavqeida joylashgan Burhoniddin Marg'iloni jome masjidi. Alhamdulillah, mana 6-iyun kuni masjidimizda Qurbon hayit namozini ado etdik. Mana masjidimiz, mana shu masjidimizda tashqi va ichki remont qilmoqchimiz. Kimda qanday fikrlar bo'lsa, maslahatlar bo'lsa, yo bir homiylar bo'lsa, mana telefon raqamga murojaat qilsin. 93lik 323 0081. Mana tashqarilari patolog qismlar laklanadi. Devorlariga qandaydir bir chiroyli rang berib, yo boshqacha bir usullarda remont qilishimiz kerak. Mana masjidimizning ichki holati. Mana ichki holati ham mana patolog qismlar laklanadi. Avval lak urilgan. Inshaalloh ustunlar ham laklanadi. Mana ikkita ustunda mana bunaqa paneli almashiladi. Chunki sal zax tortib, rangi o'zgarib qolgan. Mana bunday bo'lib. Mana almashtiriladi. Va devor qismlariga qandaydir bir hozirgi zamonaviy tilda aytganda bir yangi chiqqan usullarda remont qilishimiz kerak. Agar homiylar bo'lsa, yo bir takliflar bo'lsa, marhamat. Hozir masjidimizni obodonlashtirishlar uchun ochilgan karta raqamni ham ko'rsatib o'taman. Mana shunday bo'lib turibdi hozircha. Biz shu namozlar, hayit namozlarini ado etsak, so'ng sekin boshlaymiz. Kunlar qizib qoladi, yozning kunlari deb to'g'rilagan edik. Marhamat, homiylar bo'lsa, masjidimizni ichki va tashqi remont ishlari uchun homiylik qiling. Hozir karta raqam va telefon raqamlarini ko'rsatib o'taman. Mana masjidimizning darvozasi. Mana shu darvozamizga mana masjidimizning nomi, mana Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mavqeida joylashgan Burhoniddin Marg'iloni jome masjidi yozib qo'yilgan va mana shu yerda mana masjidimizni obodonlashtirish ishlari uchun ochilgan karta raqam mavjud. Mana 5614 68 20 0071 45 45. Turilbekov Abdurashid Yusufovli. Murojaat uchun telefon raqam 93lik 323 0081. Ana shunday do'stlar, masjidimizda ichki va tashqi remontlarni qilamiz. Xo'sh, kimda qanday takliflar bo'lsa yoki bir homiylar bo'lsa, marhamat shu masjidimizga jalb qilingizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Alloh rozi bo'lsin barchadan.